Shuni hisobidan ikkinchi video. Bitta mavzu haqida gaplashish kerak deb bildik. Qaysiki kastratsiya, ya'ni bichish deydi bizda. O'shani ko'pincha bizda bahsi bo'ladi. Ya'ni naslini kesish bo'ladi hayvonni deydi. Lekin boshqa tomonlama yondashib yaxshiroq tushuntirib berishga harakat qilamiz bugun. Kastratsiya haqida gapirib boshlasangiz Farruh aka, yana davom ettiramiz. Kastratsiya mollarda endi naslini kesish erkak hayvonlarda qilinadi. Echki, buqa, asosan shu ikkalasiga. Keyin kichkina mushuk, kuchuklarga ham qilinadi. Bu narsani o'zim ham qilaman. Ulamolar aytishadi, endi boshidan keladigan bo'lsak, odam manfaati uchun bo'ladigan bo'lsa, mumkin deyishadi. Bularga manfaatiga, ya'ni yeydigan halol hayvonlar bor, kastratsiya qilinadi. Keyin yemaydigan, ya'ni yovvoyi hayvonlarni ham kastratsiya qilish, nasli kesiladi. Yani ko'payib ketsa, masalan, bu yerda shu narsa qilinadi. Davlat ruxsat bergan kastratsiya qilishga mushuk bilan kuchuklarni. Ular ko'payib ketsa, kasallik olib keladi ular. Kasallik tarqatuvchisi bo'ladi. Bu endi boshidan kelganimiz uchun buni tushunishlaringiz kerak. Kuchuk, mushuklarni har xil dorilar berib o'ldirmasdan shunaqa naslini kesib qo'ysa ko'payib ketmaydi. Yengil usuli. Bizda ko'rganman, har xil dorilar berib bechora qiynalib o'ladi-da. Shunaqa qiynamaslik kerak. Hozir ayniqsa obodonlashtirishga o'tgan, ayniqsa daydi itlarni nazorat qilish bo'yicha birdan o'tishyapti. Shu yomon narsa. Veterinariyada oldin dori berib o'ldirilardi. Shunaqa. Daydilar yoki qaysidir hududda chiqsa, it tishlab olsa, quturishga gumonsiranib, o'sha itlar ataylab dori berib o'ldirilgan. Yoki otib o'ldiriladi. Shundan ko'ra ma'lum bir miqdorda nazoratda ushlab turish amaliyoti bu. Ko'payib ketmaydi. Keyin iste'mol qilinadigan hayvonlarda ham bizda bahsi bo'ladi. O'zingni shunday qilsachi deb ham qo'yadi ba'zilar. Bu naslini kesish emas, balki naslini kesib hayvon ko'paymasin deyilmayapti, balki sun'iy urug'lantirish, shunaqa narsalarga e'tibor berilyapti va naslni yaxshisi olib qolinyapti. Faqat yaxshilari, har tomonlama ko'p mahsuldor, sog'lom, kasallikka ko'p chalinmaydigan nasllaridan ko'paytirilyapti. Qolganlari, ko'rsatkichlari pastroq hayvonlar bichib qo'yiladi. Shuni hisobiga yomon sifatli hayvonlar ko'paymaydi, balki ulardan yaxshiroq go'sht olish imkoniyati bo'ladi. Buni hech qanday yomon tomoni yo'q. Shunaqa, shunday. Bu yerda olimlar aytadi, o'zi aslida ko'p farqi yo'q. Buni kastratsiya qilingan go'sht bilan oddiy go'shtda farqi yo'q o'zi. Hech bir go'shtni tarkibi o'zgarib qolmaydi. Ayniqsa endi echkilarda juda hidlanib ketadi, shuni hisobiga kastratsiya qilinadi. O'sha sarkalarda hidlanish bo'lmaydi. Takalar sasib ketadi. Shunaqa. Keyin kastratsiya qilingan buqalar yaxshi semira oladi. Diqqati faqat ozuqa bilan, diqqati bo'linmaydi-da. Diqqati bo'linmaydi. Shunaqa. Keyin sakrashga bo'lgan o'sha energiya sarflari ham o'zida qoladi uni. Shunaqa. Faqat yaxshilik bor unda, yomonlik yo'q aslida. Shunday. Bundan keyin shu tomonlama ham ko'nmaydiganlar bor. Lekin o'zlaringizga savol, mana kontr savol deydi. O'zlaringizga savol. Uyda semirtirish uchun boqayotgan hamma buqalaringizni ham o'sha ehtiyojini qondirish uchun ma'lum bir fursat oralig'ida nima sigirga qo'yib turasizlarmi? Shundoq ham qamab qo'yasizlar uni, qo'ymaysizlar. Nasl bermaydi shundoq ham. Go'shtga boqilar ekan. Demak, kastratsiya qilishda nima muammo ko'rasizlar? Bu bir savol. Endi o'zi uni qachondan qilish, ya'ni yoshi, qanaqa usullari haqida yana qo'shimcha Farruh aka gapirib o'tsalar manfaatli bo'ladi ko'pchilikka. Masalan, mushuklardan keyin demak yana boyagidek boshdan boshlaymiz.
kuchuklarda kastratsiya qilish 8 oylikdan boshlab qilinadi. Undan oldin ham qilish mumkin, zotiga qarab. O'sha tuxumlari qanday rivojlanganligiga qarab, tuxumdonlar. Tuxumdon va tuxumlari qanday rivojlangan, urug'don. Shunga qarab farq qiladi. 5 oyligidan 6 oyligidan boshlab qilinadi. Nimada kuchuklarda ham xuddi shunday, lekin kuchuklarda sal ko'proq kutiladi. Erkak urg'ochisiga qarab yana farq qiladimi u? Ha, aytgancha erkaklariga tegishli gap. Ha, erkak urg'ochilarda 6-8 oy bo'ldi. Shunaqa. Ha? Urg'ochiları mushuklarda kami 8 oylik bo'lish kerak. Chunki bachadon juda kichkina bo'ladi. Endi hozirgi kunda bu ham nimaga bog'liq? Veterinarning qobiliyatiga bog'liq va texnikasiga bog'liq. Endoskoplar bilan kirib, uni bittagina teshik orqali kirib olib tashlashyapti tuxumdonni. Tajribali doktor o'zi ham kichkinagina teshik teshib, bachadon topib, o'sha qisqartirib qo'yishi mumkin. Itlarda keyin. Itlarda sal kutish kerak bo'ladi. O'sha nimasi bor o'zini, ularda kuyga kelish vaqti bor. Kuyga kelgandan 2 oy o'tgandan keyin qilish kerak bo'ladi. Sababi 2 oyning ichida kuyga kelgandan qilinadigan bo'lsa, ichki qon ketish ko'p bo'ladi. Bu bir sirlardan biri. U bachadon qon aylanishlari yaxshilanadi, shuni yaxshilangan bo'lishi shunaqa. Endi qoramollarga keladigan bo'lsak, qoramollar 3 oylikdan 6 oy oralig'ida qilish kerak bo'ladi. Buqalar yana nimani urg'ochi hayvonlarda, qoramollarda qilinmaydi-ku. Erkak buqachalarda 3 oylikdan 6 oygacha. Undan oldin qilish yaxshi emas. Rivojlanishini to'xtatib qo'yadi. Undan keyingi o'tib ketsa-chi, masalan, kattaroqlarida. Uni qiyin bo'ladi, xavfli bo'lib qoladi. Xavfli, sizga zarar berib qo'yish ehtimoli ko'p bo'ladi. Uni ham narkoz berish ham qiyin bo'ladi. Shu tomonlama ertaroq qilgan yaxshi. Eng optimal vaqti 3 oylikdan 6 oy oralig'i. Keyin usullari, masalan, hayvon turiga qarab farq qilishi haqida gapirasizmi? Aytaylik, mushuklarda, o'sha katerda to'g'ridan to'g'ri urug'donlar olib tashaladi. Qoramollarda yana boshqacha. Qoramollarda ikkita usuli bor. Qonli va qonsiz deydi veterinar tilida. Qonsiz degani maxsus amburlar bilan qisib qo'yiladi. O'sha tuxum yo'llari qisib qo'yiladi, shu bilan rivojlanmay qo'yadi urug'don. Ikkinchi qonli usuli operatsiya yo'li bilan olib tashlanadi. To'g'ridan to'g'ri xuddi it mushuklarnikida. Xuddi shunday kirib, ochilib, kirib borilib olib tashlanadi. Ba'zilar faqat o'sha urug' yo'lini to'sib qo'ysachi degan nimalari bor. Usullar ham qilishgan, unda yallig'lanish berib yuborgan. U demak tuxumdonni tuxumdonni olib tashlamaydidagi o'sha urug' yo'lini. Unda urug' yo'lini kesishda hayvon to'liq baribir narkozda bo'ladi. To'liq nimada bo'ladi? Operatsiyadan keyin sog'lom ko'riladi. Masalan, u jinsiy qo'shilish ham bo'lishi mumkin unda, lekin undan urug' chiqmaydi. Ya'ni u urug'lantira olmaydi. Bunda ham lekin haligi to'liq axtalash bo'lmaydi, balki faqat nasl chiqmaydi-yu, qolgan xususiyatlari saqlanib qoladi. Shunaqa. Shuning uchun olib tashlagan yaxshiroq. O'shanda yana ham nima bo'ladi? Ishonchli bo'ladi. Yana ko'pchilik, yana bitta shu narsa esimga keldi hozir. Ba'zilar nima uchun qildiryapsan? Joying ko'p-ku desam, yo'q, joyim yo'q. Mana hozir urg'ochi bilan erkaklarni qo'shib nima qilishimga to'g'ri kelyapti, boqishimga to'g'ri kelyapti dedi. Mana o'shanda ham qulay keladi. Buqa bilan g'unojinni boqishaveradi. U buqa kastratsiya qilingan bo'ladi. Agar kastratsiya qilinmasa, 6 oylikdan boshlab buqachalar sakrab qo'yishi mumkin. Shuni kuzatib turamiz, har xilda bo'lib qoladi shunaqa. Ba'zi fermerlar qo'shib qo'ygan bo'ladi. Deb haligi hayron qolishadi-da. Boz chiqib qoladi. Qayerdan paydo bo'ldi? Uni keyin abort qilishga to'g'ri keladi, chunki tug'olmaydi. Uni nimasi tos suyaklari kichkina bo'ladi, g'unojinlarda. Yetirlanganligini hisobiga tug'olmaydi. Uni birak. Shuning uchun o'sha narsalarga ham e'tibor berish kerak bo'ladi.
bugun biz aytmoqchi bo'lgan bu videodagi ma'lumot shu edi, ya'ni kastratsiya. Agar gapirilmay qolgan qaysidir qismlari bo'lsa, siz uchun qiziq, shuni savollarga yozib qoldirsangiz, keyingi suhbatlarda yanada to'xtalib o'tishga harakat qilamiz va savolga, ortiqcha shubhaga o'rin qolmaydi. Bizni kuzatishda davom eting.